Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan yana Azal Parfum. Bugun sizlarga hammaga mashhur bo'lgan Chanel brendini atri haqida Bilol ukam bilan gaplashamiz. Assalomu alaykum hammaga. YouTube podkastimizni boshladik. Yaxshilab o'tirib olinglar, yana ham qiziq bo'ladi. Bugun sizlarga aytayotgan atrimiz Chanel brendini, Allure brendini Edition Blanche modelini ko'rib chiqamiz. Bu model o'zi Allure liniyasini 10 tadan oshiq xillari bor, lekin Edition Blanche bularning orasida eng topoviy, hammaga yoqadigan, ko'pchiligiga manzur keladigan atr deb o'ylayman. Bilol, men hozir bu shamollab qolganman, o'shaning uchun hidni yaxshi hozir anglab olmayapman. Shuni bitta hidlaydi. Bu birinchi hidlaganingizda sizga qanaqa hid bo'ldi? Nimalarni siz esladingiz? Shu haqida aytib bering. Bo'ldi, Nimalarni eslatyapti Bilol? Bu atrda birinchi hidlaganimda sitrus hidlarini men his qildim, limon, bergamot birinchi notasini o'zida keladi. Keyingi notalarda yog'och, vanil hidlari ham ozgina sezilib turadi. Bu atrni asosan kunni issiq paytlarida ishlatishni maslahat bergan bo'lardim. Bu juda svejiy atr. Bahor yoziladi, ayniqsa bu atr sepilganda odamga yana ham yaxshi kayfiyat beradi. Kunni yoruv paytida, ya'ni kunni birinchi qismida bu atr ishlatishni maslahat bergan bo'lardim, Bu atr nimaga yaxshi tomoni? Odamga bu sitrus bo'lganligi uchun odamga nastroyeniyani juda zo'r ko'tarib beradi. Nafaqat o'zingizda, yon atrofdagilarga ham sizlarni ularning xayolida zo'r ideal qilib tasvirlab beradi. Bu atr Chanel brendi o'zi mashhur, eng mashhuri Chanel Blue, lekin Chanel Blue hamma biladigan atr, hammani joniga tegan. Men u atrdan ko'ra Chanelni yaxshi ko'radigan bo'lsangiz, imенно bu atrni maslahat bergan bo'lardim. Chunki menda ham Chanelni ko'p modellarini ishlatganman, lekin Edition Blanche meni xayolimda juda boshqacha qolib ketgan. Chunki yoshligimda u oldin aytib qo'yinglar, bu nechinchi yil chiqqan o'zi? Chanel Allure liniyasi, aynan shu liniyasi 2008-yildan sotuvga chiqishni boshlagan. Aynan Edition Blanche bu qo'limizda turgan bu modeli 2014-yil eng oxirgi modeli bo'lib sotuvga chiqqan. Menda bu ish bo'lgan, Chanel Allure Home Sport bo'lardi. Kichkinalik paytimda akam ishlatardilar. Ularni yo'lli paytlarida men sepib olardim-da. Bir kun juda ko'p sepdim. Ketyapman, endi shunaqangi yoqib ketyapti. O'shandan keyin men o'zi Allure Home Sportni yaxshi ko'rib qolganman. Undan keyin bu model chiqdi deganlardan keyin buni men o'zim hidini ko'rganman. O'sha payt endi atrga kirgan paytim edi. Zo'ragan deb rosa yoqqan. O'sha Home Sportdan ko'ra bu menga ko'proq yoqqan. Nimaga deganda Home Sport tualetning vada, bu bo'lsa parfyum. Yana bitta informatsiya. Aynan shu modeli o'zi nomidan bilsa ham bo'ladi, Edition Blanche deb yozib qo'ygan. Bu aynan bu nusxasi har doim ham sotuvda, har doim ham qo'lda bo'lmaydi. Sababi bu atrni sog'inib ishlatishligi uchun Chanel ishqibozlariga aynan bunisi hidi ko'proq yoqqani uchun ko'pincha tortilib qoladi. Balki shunaqadir, ko'pchilik olganligi uchun bo'lsa kerak. O'zi Edition Blanche oq liniya deyiladi o'zi buni. Shu qopqog'ini ham ko'rsangiz bo'ladi. Qolganlarida sal boshqacharoq. Lekin shu aytganimdek, bu atrni men juda yaxshi ko'raman. Keling endi bu atr haqida yanada ichiga kiramiz. Bu atrni qaysi paytda sepishni, kimlar sepishini maslahat bergan bo'lardingiz? Ushbu Chanel Allure Home Edition Blanche atrini har kunlik ishda, ofisda o'tiradigan, klassik kiyimlarni yoqtiradigan insonlarga maslahat beramiz. Bu atr o'zida juda yuqori kayfiyat bilan kun mobaynida sizlarga alohida energiya berib turadi. Custom shimda oq ko'ylakda yuradiganlarga ayniqsa juda mos atr. O'zim ham bu atr mazza hidini hidlagan nastroyeniyam ko'tariladi. Qolganlarga ham hidi 90% insonlarga yoqadi. Bu atrni qo'shimcha qilib men aytaman, bu atrni o'zi ko'pchilik aytadi, old money stilda qanaqa atrlar bor deyshadi. Bu atr imенно old money stilga tushadi. Keyin bu romantik uchrashuvlarga ham juda zo'r bo'ladi. Ayollarning qalbida shunaqangi joy egallaydi. Chunki bu hid ayollarga yoqadigan hid. Bu atr nimaga aynan ayollarga yoqishini sababi bor. Bu atrda yog'och notalari ham bor. Sababi men shu deb o'ylayman. Ayollar o'zi bilsangiz Dior Sauvage kelgan shunga o'xshash
Hermesda Terra Hermes shu kabi hidlarni yoqtirishadi. Bunda ham yog'och notalari bor, okay? Bu atirni yana qaysi atirlarga o'xshashligini odamlarga osonroq bo'lishi uchun aytib qo'yamiz. Bu atir Dior Homme Collagen atiriga o'xshab ketadi. Ikkiga Creed Silver Mountain atiriga ham o'xshab ketadi. Shu yo'nalishdagi atir bu. Okay, men birinchi hidlaganimda buni Louis Vuitton Imagination'ga ham o'xshatganman. Hidi o'xshaydi. Bu meni fikrim. Yana ishlatib ko'rganlar bo'lsa, izohlarda yozinglar. Bu atir o'zi qaysi atirga ko'proq o'xshaydi? Ishlatib ko'rganlarning fikrini kutib qolamiz. Okay, bu atirni o'zi stoykasi haqida ham gaplashaylik. Bu atir sepganni qancha vaqt turib beradi? Kiyimda, tanada o'z fikringizni aytsangiz. Bu atir svejiy hid bo'lganligi uchun bu atirni 8 soatdan 12 soatgacha turadi deb bemalol ayta olamiz. Tanada bo'lsa, bundan sal kamroq turishi mumkin. Chunki tanada atir har doim sepilgandan keyin odamning terlashiga qarab, issiqligini hisobiga sal tezroq ketadi. Chunki atir har doim tanada aktivniy bo'lganligi uchun tezroq uchadi o'zi. Shunga yarasha tezroq ochiladi ham, juda zo'r bo'ladi kiyimga nisbatan. Shleftini aytadigan bo'lsak, shlefti o'rta hisoblanadi. Oldingizga kelganda yaxshi kelib turadi, lekin orqangizdan hid qolishi o'tkir atirlardek emas. Lekin hidi yoqimlilik darajasi juda yuqori. Bu atirni yana aytib o'ta olaman, necha foiz odamga yoqishini. Bu atir kamida 95% erkaklarga yoqadi, chunki bu atirni har doim mijozlarga maslahat berayotganimizda yoqmay kelib, imminni buni ko'rsatganimizda bo'ldi, bu variant bor. Yana nima variant bor deb har doim aytishardi. Har doim 3 ta variant ichida bitta bu bo'ladi. Qachonki bu 5% ga yoqmaydi emas, uje buni sepishgan. O'shaning uchun menimcha olishmaydi deb o'ylayman. Qolgan 95% erkaklar indamay olishadi. Bu atir podarkaga ham juda zo'r bo'ladi, chunki olib borganingizda yoqadi, maza qilib ishlatishadi. Ya'ni demoqchisiz, okay, podarkaga qanaqa atir tanlashni bilolmayotganlarga bu atirni bemalol maslahat bera olasiz. Albatta. Bu masalan menga ham podarka qilishganda men maza qilib zo'r narsa beribdi deb sepgan bo'lardim. Bilol nima deb o'ylaysiz? Bu atirni qaysi atirlar bilan kasha qilib ishlatsa bo'ladi? Okay, men bu atirni o'tkir hidli atirlar bilan aralashtirib sepgan bo'lardim. Sababi bu juda ham yengil hid. Aytganingizdek, Creed Silver Mountainga ham o'xshaydi, Louis Vuitton Imagination'ga ham o'xshashib ketadi. Buni yog'ochli yoki karamelli hidlar bilan aralashtirgan bo'lardim. Bilol endi jamlab turib, shu gaplashganlarimizni olib, sizga savol. Bu atirni sotib olgan bo'larmidingiz yoki-da yo'qmi? Shuni bizning mijozlarimizga aytib o'ting. Bo'ldi, okay, kelishdik. Ushbu atirimizning narxi $220, ob'yomi 100 mg bo'ladi. Shu atirni sotib olishim uchun bitta zo'r vaziyat bo'lgan. Bir yaqin akamizni shu atir haqida menga juda ham zo'r informatsiya berganlar. Ular juda ham ko'p atirlarni ishlatib ko'rganliklari uchun aynan bu atirni ko'p joydan topa olmadim, lekin bu atirni men ishlatganman deb o'zlarini bu atir haqida iliq fikrlarni bildirganlar. Bu atirni shu qadar maqtaganlarki, men buni hidini ko'rmasam bo'lmaydi, do'konga olib kelib bitta sotib ko'raman deb bu atirni do'konga olib kelganmiz. Haqiqatda puliga juda arziydigan atir, maslahat beraman. Bu ma'lumotlarimiz sizlarga qiziq bo'ldi degan umiddamiz. Sizlarga bu atir haqida kichkina ma'lumot bergan bo'lsak, sizlarga manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. Bizning YouTube'da, Telegramda va Instagramda platformalarimiz bor. Ularga podpiska bosinglar. Telegram kanalimizda bo'lsa, hamma atirlarning narxlari bilan qo'yamiz. Bu atirning ham narxi bor, bundan da boshqa atirlarning narxi bor. Bizani qo'llab-quvvatlashni unutmanglar.